Xolasa noyabr oyi ham yaqinlashyapti. Silva ko'chatlarimiz ekishga tayyor. Baklarni to'kdi, suvlarni qo'yib qo'ydik. Nava Black Splendor Belgiyada eng trendda sotilgan silvalardan bittasi. Ichi qora qizil Black Splendor hisoblanadi. Xudo xolasa Farg'onali bog'bon kanalidan buni ko'chatini sotib olishlari mumkin. Son chegaralangan. Yana bitta ma'lumot, Black Splendorga обязательно Pioneer degan navni qo'shib ekish kerak. O'shunda qilinayotgan bog'lar rezultatga yaxshi erishadi. Sababi bu chaynalishcha qiyin yirik sliva Black Splendorga Pioneer degan navni qo'shib ekamiz. Pioneer degan nav Namanganlik ustozimiz G'aybulla akada ko'chati bor. Usta bog'bon kanalini obodib yurgizayotgan ustozimizda Pioneer degan nav bor. Bizda ham bor, bizniki faqat o'zimizga yetadi xolos. Pioneer degan nav mana shu Black Splendor ko'chati bo'ladi. 1 kilosi 25 ming so'mgacha sotildi. Belgiyada slivalar tan narxi ham yaxshi bo'ldi. Keyin Serbiya degan slivamiz bor. O'shini qoqiga deb ekkanmiz. Xudo xolasa qoqisi 10 kilodan 4 kilo go'shtli qoq tushayotgan Serbiya slivasi hisoblanadi. Keyin eksportga ham 10 ming so'mdan olyapti. Uni ham yaxshi pul bo'lyapti. Kim slivadan boq qilmoqchi bo'lsa, Farg'onali bog'bon kanalidan Black Splendor bilan Serbiya sliva ko'chatini sotib olishlari mumkin. Buyurtma berish uchun 88 957 27 27 nomeriga aloqaga chiqsalaring, O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilib beramiz. Katta gektar bog'larni ham xudo xolasa noldan boshlab to meva kirguncha qarab berish xizmatlarini yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Ko'chat holatlari yaxshi, qidiqda shakl berilgan. Xudo xolasa ko'chatimiz ko'chirishga tayyor. Shoshilib qo'yinglar, sog'inch chegaralangan. Sog' bo'lasizlar. Videoni slivaga qiziqib, slivadan bog' qilmoqchi bo'lgan tanishlarga videoni jo'natib berasizlar. Sog' bo'lasizlar.